Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Aloqada yana Kotel Firgana. Bugun 22 may. Bitta 30 kilovatlik gibrid kotelimizni doim mijozimizga Andijonga berib boryapmiz. Bu kotelimiz ko'mir plus gazga ishlaydi. Mana o'zini syomniy горелкасы bor. Gazni yoqqanda shu tagiga solinadi. Bu qopqoq ko'mir ishlatganda qo'yiladi. Bag'da mana tozalaydigan очистноyimiz. Yonida ham bitta очистной, tepada очистной. Xo'p, plus asosiy eshigimiz, главный eshigimizda bunaqa отражателimiz bor. 6 mm listdan eshikni saqlaydigan отражателimiz bor. Plus колосникimiz водяной. Bu kotelimiz gaz sarfiga soatiga 1.8 kuba gaz ishlatadi. Ko'mirga kelsak 35-40 kilosida 10 soatdan 15 soatgacha bemalol ishlab beradi. Kotelimizda relay, termodatchik, ulitkasi mavjud. Hamma yo'g'i joyida. Juda ham ekonomik kotellar. Kimga shunaqa kotellar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Yetkazib beramiz. Kotel Firgana hamrohinglar bo'lsin.